Assalomu alaykum bahor ayyomi kanali obunachilar, muxlislar, kattalar, kichiklar. Hammangiz yozgi kunlari kelib, issiqlar bilan qiynalmasdan yuribsizmi? Dehqonchilarimizga Alloh taolo o'zi baraka bersin. 3 kun burun Avazoxonda tug'ilgan kuni bo'pti, ko'rgan bo'lsanglar kerak. Shunday ustoz eski do'stlar qo'shig'ini bir masxaravozona qilishib ijro etishibdi. 3-4 ta masxaravozlar. Shunga chiqalmay yurdik, endi bugun sharoit qilib, vaqt qilib gapirib qo'yaylik dedik. Bu yerda Alisher Fayzga tegmaydi albatta bu gapimiz. Sababi Alisher Fayz juda ham odoblik, namuna bo'ladigan, qo'li ko'ksida chiroyli, go'zal, tili zaboni shirin bola. Shuning uchun Alisherga bu gaplar taalluqli emas. Alisher ham bir tasodif chaqirishdi, bordi, o'tirib qoldi shu joyda. Endi qarangki, Avazoxon bir joyda rosa yayrab o'yizdan ketib o'yinga tushyapti turuvdingiz. Kastingizni yechasiz, Sherali yurib kastingizni yechishga yordam berdi. Bu katta hurmat bu. Juda katta hurmat bu. Og'rigingizni juda ham ko'tarib qo'ydi ashitda. Sherali Jo'rayev bilan so'rash uchinchi, quchoqlashib qo'yish uchinchi vizillab yurardinglar. Avazoxon endi semirib qoldinglarmi? Yo bo'ylar o'sib ketdimi shunaqa? Toshkentda shunaqaki qiynalib yurib borganini esdan chiqarib qo'yadigan odamlar chiqib qolyapti vodiydan, borishi boshqa yerlarda. O'zini toshkentlik bilan hisoblashib olyapti. Zohir Shoh qalay gapirdi? Peshaningizni ushlab qoldingiz-ku. Avaz aka, eski do'stlar deganda peshaningizni ushlab qoldingiz. Kechagina Shayx buvani o'g'li bilan ham qanaqa odob bilan gaplashayotganingizni eshitdik, ko'rdik. Toshkentga borib shunaqa o'zgarib ketdinglarmi? Asakani esdan chiqarmanglar, uni bosgan joylardi. Sizlar asakalisizlar. Bir umr Sherali Jo'rayev yurib, asakadan chiqqanini tan olib o'tib ketdi. Birovga qattiq gapirib, birovni mazax qilmasdan o'tib ketdi. Shunday buyuk odamni qo'shig'ini qaysi betingiz bilasiz? Eski sostav deb taltayasiz. Ancha semirib qolibsiz shekilli. Hamma narsani o'zini vaqt soati bo'ladi, inshaalloh biz kutamiz. Zokir ochil deb ashullaga qo'shilish kerak emas-da. Qo'shilgandan keyin jarima kelsa chidaysiz endi. Ashullaga qo'shilish kerak emas edi. Alisherda qarang, odob saqlab jicha qo'shilib qo'ydi xolos Alisher. Dengani orzu qilyapsizmi? Siz ota-onangiz tayinli bor odam bo'lsangiz keraksiz. U denga qildirish kerak bo'lsa, bitta aroq denga qildirib berishaveradi. U yoningizdagi ashulachidan so'rasangiz, hali ruxsat olganman deyapti-yu. Hech qanaqa ruxsatni hali bilmadim-u, lekin bu bo'lmagan gap hali bu. Hali buni azoblari bor. Bugun uchqur tulpor, uchqur bo'lib turadi. Ertaga uchqur tulpor qoqinishi ham mumkin. Sizlardan zo'rlar, san'atkorlar ham kelgan avval Toshkentlarga. Ne san'atkorlar kelgan. Toshkentda o'zini gurkirab turgan ne buyuk san'atkorlar bor. Bir og'zim bitta gapga qo'shilgan yo'q, bir uchirma gap, bir masxara gap qilgan yo'q. Sizlar qilyapsizlar uni. Shu vodiydan borgan 3-4 ta san'atkorlar qilyapti bu ishlarni. Toshkentga, O'zbekistonga sizlarni jamiki bilganlarga o'zingizlar ermak bo'lyapsizlar. Bu eski do'stlar qo'shig'ini sizlar ma'nosini hali tushunmaysizlar-da. Endi kecha Toshkentga borib, qiynalib, kvartiralarda yurib, azob chekib, yurganinglar esinglardan chiqib, endi mana xalqlar do'stligini bir o'zingizlarga alohida muxlis oshirib, o'zingizlarga yetarli bo'lib, birovlarni masxara qilishga o'rganibsizlar-da. Lekin bu eski do'stlarning ma'nosi juda katta. Sizlar hali bu eski do'stlarga yetasizlarmi, yetmaysizlarmi, Alloh biladi. Palaydiga archish bilan aylanib siz Qashqadaryoga Zokir ochildi deb Avazoxon asakaga kelib qolsanglar, ki insonni qadriga yetasizlar. Sizlar hali ko'rmaganda ko'rgani qursin deb ko'rib qolibsizlar sizlar. Sizlar boshqa odamlarga qo'shilishib ketib, noto'g'ri ish qildinglar. Hali bu ashulalarga muallif huquqi bor. Jarima kelsa hech tashvish qilmanglar, to'laverasizlar jarima kelsa. Lekin Jo'rayevlardan kelmaydi. Bemalol qo'rqmasdan ish qilaveringlar. Jo'rayevlardan kelmaydi, muallif huquqi bor. O'shundan keladi. Shashilmasanglar hammasini ko'rasizlar. Shashilmasanglar.
Menicha so'rab surishtiringlar kelib, kim ekan deb qolsa, men Sharxondan Bahodir Yaponman. Telefon nomerimni qo'yib beraman. O'zinglar telefon qilib erkakcha gaplashsanglar, gaplashaveradigan odamman. Men birovni ovozini yozib olib, YouTube'ga qo'yadigan odam emasman men. Men Sherali Jo'rayevning muxlisiman. Muxlisiman Sherali Jo'rayevning. 64 yoshga kirdim. O'zinglarga qarab ish qilinglar. Boshda gapirganimdek 5 panja bo'ladi, bitta panja bo'ladi, bitta barmog'i yetar edi Sherali Jo'rayev tirikligida sizlarga. Na iloj? Hayot shunaqa ekan, taqdir nasib shunaqa ekan. Bugunchalik shunaqa gaplarni gapiribsizlar. Mayli aqlinglarda Xudo ziyoda qilsin, yana ham zo'r bo'lib yuringlar. Ishqilib pand yemanglar. Biz ham Toshkentlarda bir payt yurganmiz. Sizlardaqa qiliqdor odamlarni ko'rmaganmiz. Obunachilarim hammanglar salomat bo'linglar. Sherali Jo'rayev muxlislari omon bo'linglar. Hammaga farosat bersin Xudo.